Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Islom Tuz kanali a'zolari. Bugungi manzilimiz Marg'ilon Boltako'l bo'ldi. Xudo xolisa kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlariga kelishilgan holda dastavka qilib, narxlarni chiqarib beryapmiz. Bu darvozamiz oddiy va skromniy bo'lgan darvozamizga bitta like bosib, videomiz oxirigacha ko'rib boringlar. Materialni tushuntirib beraman. Profillarimiz, stoykalarimiz 8 ga 8 2lik stena, profillarimiz 6 ga 4 1,5 stena. Lislarimiz 2lik bo'lgan. Har doimgidek o'rtalari zo'r zamok, albatta rezinkalarni qo'yib, mana zamok o'rnlarini hamma yo'g'ini cho'tka qilib tayyorlab berdik. Orqa qismi senter zamok bo'lgan, mashina o'tadigan joyi sheveller. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Agar ikki yoni tagi sheveller bo'ladigan bo'lsa, 900 ming so'mdan qilib beryapmiz aka-ukalar. Tepasini ham ko'rib turibsizlar, tepasi ham juda ham chiroyli chiqdi. 35 sm alohida ochilmaydigan bo'ldi. Bo'yi pastroq edi, tepasiga ham nalishka qilib ber deyishdi. Qilib nalishkalarni tushirib berdik. Eshigimiz bamani bo'lgan. Eshigimiz eniga 85 sm ochilishi katta bo'ldi. Chunki mana yonidagi palasamiz ham eshikka qo'shib yubordik, shuning uchun kattaroq ochiladigan bo'ldi. Orqa qismini ko'rsatib qo'yaman. Mana orqa holatlari. O'rtasi senter zamok, bitta qo'lda ochilyapti. Mana to'shni o'ringa o'rnashgan holat. Darvozamiz to'shni o'rinda. Ochilgan joyda qoladi. Hamma yo'q ideal holatda chiqyapti, xudo xolasa. Kattasiga ham rezinkalar qo'yib berdik. Agar zazor yo'q bo'ladigan bo'lsa, tirqlab qolmaydigan bo'lsa, rezinka qo'yish shart emas o'rtasiga. To'g'rimi? To'g'ri. Hechmi? Kraskalarimiz mokrasval bo'ldi. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz, xudo xolasa. Kraskalar ham albatta gruntovkalar sachganmiz. Xudo xolasa uzoq xizmat qiladi. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar, kimga qiziq bo'lsa. Bu darvozamiz o'sha summasi 9 million 200 ming so'mga olib o'rnatib berdik.